Al-Kimyogar asarining mazmunini 10 daqiqada bilib oling. Insonning yerdagi umri mobaynida amalga oshiradigan ishlari nimalardan iborat? Al-Kimyogar romani mana shunday ko'lamli, mazmunan falsafiy, mohiyatan esa oddiy insoniy muammo haqida. Asar muallifi hozirgi zamonning mashhur yozuvchisi braziliyalik Paulo Coelho. Asar aynan hozirgi zamon kitoblari uchun yozilgandek. Asar 117 mamlakatda chop etilgan. Kitobning qahramoni ispan yigiti Santiago bo'lib, u cho'ponchilik bilan shug'ullanar edi. Qo'ylarni boqib, Santiago kitob mutolaasi bilan shug'ullanar edi. Ota-onasi o'g'lining qobiliyati va aqliga ishonib, uni cherkovda rohib bo'lishini istar. U esa ko'proq sayohatga, yurt kezishga qiziqardi. Shu sababli cho'pon bo'lishga qaror qilgan edi. Boshqa kasblar uchun esa yetarli darajada pul kerak edi. Buni esa ularning oilasi moliyaviy ahvoli ko'tarmas edi. Bir kuni Santiago tush ko'radi. Aynan ushbu tushni 2 marta ko'radi. Tushida bir yosh bola qo'ylariga yaqinlashib, ular bilan o'ynaydi. Keyin Santiagoning qo'lidan ko'tarib Misr ehromlari tomon olib bordi. U yerga qachondir kelib qolsa, xazinani topishini aytdi. Endi xazinaning qayerda joylashganini ko'rsatmoqchi bo'lganida har safar uyg'onib ketardi. Santiago tush ta'birini aytib beradigan lo'li kampirga borib so'radi. Bunaqalarga ishonmasa-da qiziqib so'rab ko'rdi. Kampir esa bolada pul yo'qligini bilib, "Mayli, pulga aytib beraman. Faqat xazina topsang, undan birini menga berasan" deb shart qo'ydi. Santiago o'zida yo'q narsaga rozi bo'ldi. Har qalay bugun puli ketmaydi. Kampir Misr ehromlariga borishini, u yerdan xazina topishini aytdi. Qanday borishi yoki kim bilishini bilmasligini aytdi. Santiagoning u yerdan hafsalasi pir bo'lib chiqdi. Qaytib tushlarga ishonmaslik kerakligiga ishonch hosil qildi. Ertasiga qo'ylarini boqib, yangi olgan kitobini varaqlab o'qib o'tirar ekan, oldiga bir yoshi ulug', millati arab bo'lgan chol kelib o'tirdi. Bu yerlarda arablar ko'p edi. Ispaniyaning Andalusiyasi fathidan keyin arablar tez-tez kelib turishar edi. Bu chol Santiagoni gapga solib, kitob haqida so'rab qoldi. Santiago esa o'qishni bilarmidi deb kitobni unga uzatdi. Chol kitobni olib, "Bu kitob ozroq zerikarliroq" deb ba'zi fikrlarni aytdi kitob haqida. "Bu kitobda dunyodagi eng katta yolg'on yozilgan." Santiago so'rashiga javoban, "Qandaydir lahzalarni taqdir boshqaradi" dedi. "Men uchun buni tushunish qiyin. Mana masalan, meni ruhoniy qilishmoqchi edi. Men esa cho'ponlikka ketdim" dedi. Chol esa, "Shunisi ma'qul-da" dedi chol. "Sen yurt kezib yurishni yaxshi ko'rasan-ku" dedi. Yigitcha hayron bo'lib qoldi. "Siz qayerliksiz?" deb so'radi. "Hamma yerlikman. Men Salim podshohman. Ismim Malik Siddiq. Qo'ylaringning undan birini bersang, xazinaga qanday yetib borishni o'rgataman." Santiago unga ishonmadi dastlab. Keyin qumga bir cho'p bilan Santiagoning hayotini chizdi. Diniy maktabga borgani, bolalikdagi o'yinlari, yaxshi ko'rgan qizi otasining miltig'ini so'ramasdan ishlatgani va boshqalar. "Senga yordam bermoqchiman, chunki sen o'z taqdiring yo'lidan borishga qodirsan." Odamlar esa unga intilishmaydi. Chol bilan Santiago ancha suhbatlashdi. Xullas Santiago qiziqib qoldi. Bir kun o'yladi va ertasi kuni qo'ylarning 6-tasini yetaklab keldi va cholga berdi. Chol esa unga xazina Misr ehromlari oldidan topasan dedi. Tangri har bir damning bu dunyodagi yo'lini belgilab qo'yadi. Sen u yoqqa ana shu belgilar orqali yo'l topasan. Faqat sen belgilarni anglab olsang bas. Keyin qariya unga 2ta tosh berdi. Bular Urim va Tummim toshlari edi. Oqi tushsa ha, qorasi tushsa yo'qni anglatadi. Adashgan vaqtlaringda yordam beradi dedi. Keyin Santiago qolgan qo'ylarini ham sotib, pullarini jamlab kemaga yo'lga chiqdi. Tarif shaharchasiga yetib keldi. Afrikaning bu port shaharchasida dastlab bir torgina yemakxonaga bordi. Ispan tilini biladigan arab yigit bilan tanishdi. Bozorga tushib tuya sotib olish uchun borishdi. Arab yigit esa pullarni olib juftakni roslab oldi. Santiago barcha pullaridan ayrildi. Tushkunlikka tushdi. Och, puli yo'q, na qayta oladi, na ko'zlagan manziliga yeta oladi. Anchadan keyin o'ziga kelib, bir qimmatbaho idishlar sotuvchining idishlarini changini artib berib ovqatlandi. Sotuvchi chol bilan yaxshilab tanishib olib, ishlashini Ispaniyaga yetib olish uchun pul ishlashga kelishib olishdi. Ancha muddat o'tdi. Yigitcha pulni yig'ish uchun 6 oy 1 yillab ishlashi kerak edi. Santiago bor bilimini ishlatib, tashqariga qo'shimcha rastalar tashkil etish, sayohatchilarga qimmatbaho idishlarda ichimliklar taklif etish kabi yangiliklar kiritib, savdoni rivojlantirib yubordi. Pulni ancha ilgari to'pladi. Keyin Santiago o'z uyi Ispaniyaga emas, ehromlarga borishga qaror qildi. Chunki u yana uyiga, qo'ylarining oldiga qaytsa, yana hayoti o'shanday davom etadi. Qo'ylari unga arabchani o'rgata olmaydi, lekin qo'ylar unga umumiy tushunish tilini anglatgan edi. Dunyodagi barcha narsa jonzotlar bir tilda gaplasha olishlari mumkin, chunki ularning yaratgani bir. U o'z orzusini amalga oshirish uchun Misr tomon yo'l oldi. Santiago Misr tomon poyezdga o'tirib bir ingliz bilan tanishdi.
U ingliz kimyogar edi. Juda ko'p kitoblari bilan yo'lga chiqqan edi. Ingliz arab yurtlarida yashovchi al-kimyogarni qidirib ketayotgan edi. Al-kimyogarlar ko'p yillar laboratoriyalarida metallga ishlov berish uchun ter to'kishadi. Ular mudom olovga tikilishadi, o'z mashg'ulotlari bilan band bo'lib, tiriklik tashvishlarini unutishadi va bir kun kelib metallni tozalab, o'zlari ham poklanishganini payqashadi. Metall esa oltinga aylanadi. Bundan tashqari eliksir degan giyoh o'ylab topishgan. Bu ichimlik hayot suvi, umrbod hayot kechirishni ta'minlovchi mo'jizadir. Mana shu hayollar bilan al-kimyogar bilan uchrashish uchun ketayotgan edi ingliz. Ular poyezddan tushib, qolganini tuyalarda karvon bo'lib sahroyi kabrni kesib o'tdilar. Ular zo'rg'a Misrga yetib olishdi. Yo'ldaliklarda mahalliy qishloqlar bir-birlari bilan urush boshlab yuborishdi. Ular kelgan voha shaharlarida ancha vaqt urush tugaguncha qolishga majbur bo'lishdi. Bu yerda ingliz al-kimyogarni amallab topdi. Al-kimyogar esa unga amaliy kimyo bilan ham shug'ullanishini, keyin esa qayta kelishini aytib, jo'natib yuborgan edi. Santiago orada Fatima degan qizga oshiq bo'lib qoldi. Bir kun u sahroda o'yga cho'mib o'tirganda qirg'iy qushlar jang qilayotganlarga ko'zi tushdi va ko'zlariga dushmanlarning bostirib kelayotgani ko'rindi. Sahroda ko'p yolg'on narsalar, saroblar ko'rinishini eshitgan edi. Ko'rganlarini sahroda ko'p vaqtni o'tkazadigan tuyakashdan maslahat so'radi. Uning maslahati bilan ko'rganlarini qabila boshliqlariga yetkazdi. Ular uning gaplarini qabul qilib urushga tayyorgarlik ko'rishdi. Bu payt birdan gumburlagan tovush eshitib, quturgan sirli shamolning shiddati bilan haybatli oq ot va uni ustida o'tirgan qora kiyimdagi badaviylarni eslatib yuboradigan suvoriy kelib, hayqirib, qirg'iylar parvozining ma'nosini ilg'amoqqa jur'at qilgan kim dedi. Men deb javob berdi Santiago. Unga qilishtirab, nega bunday qilding dedi. Men qirg'iylar parvozi harakatlaridan xabarlarni eshitdim va buning ma'nosini tushundim xolos. Ular vohani qutqarmoqni istashdi. Kimsan o'zing Allohning ishiga aralashadigan? Alloh faqat qo'shinni emas, qushlarni ham yaratgan. Ularning tilidan Alloh voqif qildi. Dunyodagi jamiki koru a'mollar bitta qo'ldan bitilgan deb javob berdi. Bashorat qilishga ehtiyot bo'l. Men faqat qo'shinni ko'rdim. Jang oqibati menga ayon bo'lgani yo'q. Men o'z yo'limni izlayapman. So'ri qilishni qiniga joyladi. Men sening chindan jo'mard ekaningni bilmoqchi edim. Umum tilini qidirayotganlar uchun bundan muhim narsaning o'zi bo'lmaydi. Jangchilar bu yerga kelishgan chog'da agar boshing omon bo'lib tursa, meni izla dedi So'ri. Bo'z bola al-kimyogarni uchratgan edi. Ertasi kuni vohaga dushmanlar bostirib kelishdi. Xullas urushda g'olib bo'lishdi. Santiagoni qabila boshlig'i maslahatchisi etib tayinlashdi. Unga tuyalar berishdi, boylik orttirdi. Santiago baribir orzusi ortidan yurib al-kimyogarni qidirib ketdi. Sahrodan uni topdi. Menga ta'lim berasanmi? dedi. Yo'q, hamma narsani o'zing bilasan. Men faqat senga xazinani topishga yo'l ko'rsataman xolos dedi al-kimyogar. Santiago esa avval xazina izlab borishni istamadi, chunki qabilada obro'si baland sevgan qizi Fatima bor. Xohlasang qaytib bor, boy bo'lasan, obro'ga erishasan. Keyinchi, orzularingchi dedi al-kimyogar. Va nihoyat ular yo'lga chiqishdi. Qabilalar o'rtasidagi urush hali davom etayotgan edi. Bir kuni Santiago xavfni sezayotganini bildirdi. Ular jangchilar qarshisidan chiqishdi. Jangchilar boshlig'i so'rovida al-kimyogar shunday deb javob berdi. Bu Santiagoni ko'rsatib javob qildi al-kimyogar. Bu tabiatning jamiki kuch-qudratidan boxabar va senga o'zining g'aroyib iste'dodini ko'rsatishni istaydi. Xohlasa, u lashkargohingizni birgina shamolning kuchi bilan yo'q qiladi. Dastlab ustidan kulib, keyinchalik ozroq qo'rquvga tushdi. Buni u qanchalik uddalay olishini ko'rmoqchimiz, dedi. 3 kun muhlat berdi. Santiago esa voqealardan qo'rquvdan dovdirab qoldi. Bor pullarini ham tortib olishdi. Ko'p iztirobga tushdi. Ko'p ham afsus chekaverma. Gap shundaki, sen hali yuraging bilan gaplashib olishga ulgurganing yo'q. Axir men shamolga aylana olmayman-ku. Kimki o'z taqdiri yo'lidan borayotgan ekan, u hamma narsani biladi va uddalay oladi. Faqat bir narsa, orzuning ro'yobga chiqishiga monelik qiladi, dedi al-kimyogar. 2 kun sahroda vaqtini o'tkazdi. Sahroni kuzatdi, u yuragiga quloq tutdi. 3-kun keldi, harbiy sardorlar yig'ildi. Santiago fuqqa qaradi. Tog'lar, qum barxanlari, qoya toshlar, o't-o'lanlar sahro yastanib yotardi. Shunda birdan ko'ngilga ovoz eshitildi. Xo'sh, so'radi undan Sahro. Senga yana nima kerak? Sening qum barxanlaring orasida mening sevgim yorim yashaydi. Uning yoniga qaytkim keladi. Buning uchun sening ko'maging kerak. Men shamolga aylanishimki darkor. Sevgi nima ekanini Sahro tushunmasligini aytdi. Ko'p tortishishlar natijasida shamol tashrif buyurdi. Shamol, senga sahroning, shamolning tilida gaplashishni kim o'rgatdi dedi. Mening yuragim.
Men shamolga aylanishim kerak dedi. Sen shamolga aylana olmaysan. Sen bilan bizning aslimiz boshqa. Noto'g'ri dedi Santiago. Men sen bilan sahro kezganimizda menga alkimyogar sirlarini ayon bo'ldi. Endi menda shamol ham, sahro ham, okean ham, yulduzlar ham, olamda bino bo'lgan hamma narsa ham bo'lgan. Seni meni bir qo'l bino etgan. Bizning qalbimiz ham bitta. Bir necha lahzaga bo'lsa-da senga aylanishni o'rgat. O'shanda odamning va shamolning cheksiz imkoniyatlarini muhokama qilamiz. Shamol qiziquvchan edi. Bunaqasini hali uchratmagandi. Sevgi so'zini shamol ham bilmasdi, his etmagan edi. Odamlar orasida ko'p eshitgan edi. Oxiri quyoshga murojaat qiladigan bo'lishdi. Shamol unga yordam berdi. Qum bo'ronlarini ko'tarib quyoshga tikiladigan darajada qildi. Shamol menga seni sevgini biladi deb aytdi. Quyoshga murojaat qildi Santiago. Shunday bo'lsa, olam qalbini ham bilishing kerak. Axir olam qalbi sevgidan bino bo'lgan. Men yerga hayot va issiqlik bag'ishlayman. Yer esa mavjudligimning mohiyatini ta'minlaydi. Olam qalbini ham bilaman, chunki koinotni tinimsiz kezib, biz u bilan ko'p gaplashamiz. Quyosh bilan ham juda ko'p hayot qonuni haqida gaplashishdi. Men shamolga qanday aylanishingni bilmayman. Yordamda hammasini bitgan qo'ldan so'rab ko'r dedi Quyosh. Santiago hammasini bitgan qo'lga o'girildi va shu damdayoq olam sukutga cho'mdi. Keyin sevgi kuchi uning yuragidan toshdi. Bola ibodatga kirishdi. U ibodatida hech narsa so'ramadi. U shularni tushundi. Na sahro, na shamollar va na odamlar ularning nima maqsadda yaratilganini bilishmaydi. Faqat hammasini yaratgan Alloh bunga aloqasi bor va faqat u mo'jiza yaratishga, okeanlarni sahroga, odamni shamolga aylantirishga qodir. Zero uning yolg'iz o'zi olamni 6 kunda yaratdi. Buz bola olam qalbiga uyg'unlashdi va ko'rdiki, olam qalbi Tangri qalbining bir bo'lagi xolos. Tangri qalbi esa uning o'zining qalbi. O'sha kuni shamol har qachongidan kuchli esdi. Shamolga aylangan bola haqida rivoyatlar avloddan avlodga o'tib yuradi. Xullas yigit xazinaga yetib bordi. Inson qalbi tubidagi orzu-niyatlarini yuzaga chiqarish yo'lida kechgan mashaqqatli kurashlar natijasida umr bo'yi intilganiga erishadigan fursat yetganida, xuddi shu pallada unga uni so'nggi to'siq kutadi. Bu butun hayoti davomida unga hamroh bo'lgan orzulari ijobatidan qo'rquv hissidir. G'alaba ozgina qolganda g'alabaga munosib emasman deb o'ylay boshlaydi. Ko'plab qurbonlik qilganlarini unutadi. Atigi 2 qadam qolganda eng oxirgi daqiqalarda talay ahmoqliklarga yo'l qo'yishdan odamlarni ko'p uchratamiz. Bizning sayyoramizda bir buyuk haqiqat barqaror. Agar siz chindan nimanidir orzu qilsangiz, unga albatta erishasiz. Zotan bu orzu olam qalbida ham tug'iladi va ayni shuning o'zi sizning yerda mavjudligingiz tasdig'idir, sizning taqdiringizdir. Ushbu alkimyogar asarining qisqacha mazmunini yetkazishga harakat qildik. Lekin asardagi asl mazmunni, voqealar ketma-ketligini bilib olish, hayotning asl mohiyati, uni tushunish sirlarini anglashni istasangiz, kitobning o'zini o'qishni tavsiya etamiz. Ushbu o'qiganlarimiz shunchaki kitobdan parchalar edi. Ushbu kitobni siz uchun ulashdik. Yana ko'plab kitoblarning mazmunini bilib olishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling, like bosib do'stlaringizga ushbu ilmni ulashing. Yana qanday kitoblar haqida bilib olmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring.